Maktabda o'qishda qiynalayotgan o'quvchilarda qanaqa odatlar kuzatiladi o'zi odatda? O'qishga qiynalishi bir necha sababi bor. Birinchisi ota-ona tomonidan e'tibor qaratilmasligi. Ya'ni uyda bola kelgandan keyin maktab nima vazifa berdi senga deb ozgina nazoratni o'zi bolani yaxshi o'qishiga sabab bo'ladi. Ikkinchisi uni atrofidagi insonlar, o'rab turgan insonlar, do'stlari, sinfdoshlari va maktabdan tashqaridagi muhit. U yerdagilar agar o'qishga intiluvchan bo'lsa, bu bolada ham o'qishga intilish tabiiyki bo'ladi. Va uchinchisi, meni shaxsiy fikrim bu albatta o'qituvchilar tomonidan ularga ko'rsatiladigan munosabat. Ya'ni yomon o'qiydigan bolani har doim bu yomon o'qiydi degan fikrda qotib qolishi, ya'ni shu mindsetda qotib qolishi u bolani butun maktab umri davomida o'qimasligiga sabab bo'ladi. Menimcha unga ozgina individual yondashib, uni ham qiziqadigan tomonlarini topish mumkin. Chunki bola har doim hamma fandan zo'r o'qimaydi.